Assalomu alaykum. Cage Media kanalimizga xush kelibsiz. Agar bizning kanalimizda yangi bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lib, videoyimizga like bosib qo'yishni unutmang. Bugungi video rolikimiz Mehriddin Rahmatov haqida. Mehriddin Rahmatov 1977-yil 4-avgust Buxoro viloyatida tavallud topgan. 1999-yilda aktyorlik yo'nalishini tamomlagan va ustozi Ulug'bek Zufarovdan saboq olgan. 2003-yildan Milliy teatrda aktyor sifatida faoliyat olib boradi. 2010-yili O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist unvoni bilan taqdirlangan. Quyida Mehriddin Rahmatov ishtirok etgan filmlari: Shaytanat, Yangi oy chiqqan kecha, Yodgor, Haqiqiy erkaklar ovi, Faqat g'alaba, Haqiqat kuni, Tahdid, Jigarbandim, Ajal jodusi, Elparvar, Snayper, Abdulla Oripov, Hayot, 9 oy, Qor yog'moqda, Oppoq qor. Seriallari: Tutash taqdirlar, Ayol qasosi, Maktab, Daydi qizning daftari, Bag'ri tosh, Jumboq. Hozirda esa taqiqlangan muhabbat va boshqa seriallarda bosh rollardan birini ijro qilib kelmoqda. Mehriddin Rahmatov shaxsiy hayotida kamtar va oddiy inson sifatida tanilgan. U o'z oilasiga, shaxsiy qadriyatlariga sodiq bo'lgan inson sifatida ham jamiyatda obro' e'tibor qozongan. U san'atni, o'z sohasini chin dildan sevadi va uning izdoshlari yosh ijodkorlar uchun ilhom manbai bo'lib kelmoqda. Uning ijodi hamon teatr va kino muxlislari tomonidan sevib kuzatilmoqda. O'zining ko'p yillik ijodiy faoliyati davomida san'atga bo'lgan sadoqati va mehnatsevarligi orqali u madaniyatimiz tarixida mustahkam o'rin egallayotgan aktyor hisoblanadi. Shuning bilan bugungi video rolikimiz tugadi. Videoyimiz sizga manzur bo'lgan bo'lsa, videoyimizga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Yana keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.